Assalomu alaykum. Yana bir bor biz mana shu Hindiston meditsinasidan ham juda minnatdormiz. Mana bu kelganimizda bizlarni yaxshi kayfiyatlar bilan kutib olib, bizlarni sarson qilmasdan bizlarni nima desam, bir kunda o'zida hamma analizlarimizni olib, уже bir kun, 2 kunda natijalarga ega bo'ldik bizlar. Mana bizlarni ochirib kutib, bu yoqdan bu yoqqa sarson bo'lganimiz yo'q. Birda o'zlari olyapti, o'zlari hammasini, o'zlari natijalarini o'zlari qo'limizga yana tutqazib beryapti. Mana o'rtada Mansurjondan minnatdormiz, lekin biz hamma narsani tushunmaganmiz. Hammasiga Mansurjon tufayli tez va oson erishdik. Mana shu meditsinalaridan ham, xizmatlaridan ham hammasidan minnatdormiz. Yaxshi xizmat qilishyapti. Ancha oldinda meditsinasi. Minnatdormiz. Rahmat. Meditsinasi tomonidan O'zbekistonimizni yomonlay olmaymiz. Juda ham yaxshi, lekin Hindistondan ham yaxshiroq. Nega deganda men kasalim bo'yicha juda ahvolim yaxshi bo'lmagan. Bundan 23-yil kelganimda. Mana hozir o'zim yuraman, hassasiz, juda ham yaxshiman. Minnatdormiz. Bizda ham davolashdi, lekin men bu yerda bitta ukol olaman, lekin baribir yaxshi tomonga o'zgarishim juda ham yaxshi. Sog'lom odam deyman. Minnatdormiz. Mansurjondan ming rozimiz. Nega deganda bularning xizmatini cheki yo'q biz uchun. Juda ham minnatdormiz Mansurjonga. Kattakon rahmat.